Mana aka to'ylar juda ham chiroyli bo'lyapti. Ko'z tegmasin ilohim. Mana akalarimiz syomka qilyaptilar. Xudo xolasa esdalik bo'lib qoladi-da bu narsa aka. Xudo xolasa bizdan keyingi avlodlarga qoladi esdalik bo'lib. Xudo xolasa mana chiroyli kunlar bo'lyapti. Mana alhamdulillah yetkazganiga shukr. Endi shunday ulug' kunlarda, xursandchilik kunlaringizda bir Sobirjon tomon bir eslab bir qo'shiq aytmoqchiman aka. Bir qo'shig'im bor. Yorilgin tosh yorilgin men otamni ko'ray degan bir qo'shiq qilganman. Shu qo'shig'imni Sobirjon tomonga atab aytaman ekan. Sog' bo'ling aka. Ruhlari shod bo'lsin, ilohim joylari jannatdan bo'lsin aka. Inshaalloh ruhlari shod bo'lib turibdi inshaalloh. Xudo xolasa. Yoril tosh men otamni ko'rayin. Ertaklarga aylangan shu odamni ko'rayin. Tuproqlarga ko'milgan irodamni ko'rayin. Bu dunyoning yelkasi yag'ir ekan otajon, yuragi qon o'zi tosh ag'ir ekan otajon. Yoril endi yoril tosh men otamni ko'rayin.